bir qiz bo'lardi. Aynakka qararkanda meni birov olmasa kerak degan. Rosa xunuk ekan. O'zi shu narsani tan olib, ichiga yutibdi-da, tan olibdi. Juda ham olima qiz bo'lgan, ko'p ibodatlar bilan mashg'ul bo'lib yurgan. Sovchi kelsa, bu qizni aybini aytishar ekan, qaytib ketar ekan. Keyin bir kuni onasiga aytibdiki, "Ona, bu safar meni aybimni aytmang" dedi. Aybini aytishmadi. Ilgari bir odat bo'lardi, chimildiqda ko'rardi kelin bilan kuyov bir-birini. Chimildiqda kuyov bola kelinni ko'rdi. Ko'rdi-yu bir seskanib ketdi. Bu qiz bu narsani kutgandi. Shunda aytdiki, "Bir kecha sabr qiling. Men sizdan uzr so'rayman. Meni talog'imni bermoqchi bo'lsangiz, ertamadan bering." Payg'ambarimiz alayhissalomning bir hadislari bor. Qaysi bir ayolki kechasi tahajjud namoziga uyg'onsa, o'zi tahajjud namozini o'qisa va erini uyg'otsa, eri turmasa, erini yuziga ozgina bir suv sepsa-yu, erini uyg'otsa, shu ayolga Allohning rahmati bo'lsin degan ekan Rasululloh. Men butun umr shu bir marta suv sepib erimni uyg'otishni orzu qilaman deydi. Bir marta sizni uyg'otsam, ertamadan talog'imni bersangiz. Sunnatga muhabbat qarang. Siz borasizda meni duo qiling deb kimdandir so'raysiz, duo so'raysiz. Kimdan? Birodarlar, payg'ambarimiz duo qilganlar. Shu ayolga Alloh rahm qilsin deganlar. Mana shu duo qiyomatgacha turadi. Bu gapni shu ayolning eri aytib beryapti. Bu ayol vafot qilgandan keyin bu kishi ulug' olim kishi bo'lganlar. Rasulullohning sunnatiga muhabbat qilganligi uchun shu ayolga shunchalik muhabbatim tushdi deydi. Butun umr shuni ko'yniga qarab yashadim deydi. Ko'ryapsizmi? Alloh bunga haligi sunnatga bo'lgan muhabbatga Alloh buni qalbiga muhabbat solib qo'ydi.